bizni zamonamizga kelib ayrim odamlarning mana shu qarzga bo'lgan munosabati avvalgi odamlarning munosabatidaqa bo'lmay qo'ydi. Ayniqsa yoshlarni. Yoshlar qarzdan qo'rqmayapti. Qadimdan odamlar bir-biriga yordamlashgan, qiyinchilik bo'lganda ko'maklashgan, biror bir ehtiyojini qondirish uchun bir-biriga qarz berib olgan. Ijtimoiy hamkorlik uchun qarz. Odamlar modomiki bir jamiyatda yashar ekan, birini mashaqqatini yengillatishlikka ikkinchisi yordam berishlik kerak. Hamkorlik bo'lish kerak. Biri qiylanganda ikkinchisi pul berib yordam berib turgan qarzga. Qarz olingan iqtisodiy rivojlanish uchun. Bir odamning tijorati yurib turibdi, kengayishlikka zarurat tug'ildi. Mahsuloti yaxshi ketyapti. Yana bir ozgina qarz olib zavodiga kirgizsa, yana bir 10 ta 20 ta odam ishli bo'ladi. Jamiyatda ehtiyoji qondiriladi. Demak, iqtisodiy rivojlanish uchun qarz olingan odamlar tomonidan zaruratni qondirish uchun qarz olingan. Biror uy kuyib ketdi to'satdan. Yo bir sel keldi, yer qimilladi, to'satdan ofat keldi. Ko'chada qolmasligi uchun shu odamga qarz berilgan. Demak, qarz insonlar orasida doim bo'lgan, hozir ham bor, bundan keyin ham bo'ladi.